Manınki xalğan birisiga alsaq bo'ladi. Demak, men manınki valuesini, ya'ni yetkilayotgan qiymatni menga label 1ga chiqarib beray, yangi yaxshisi. Siz ko'rib turing. Label 1ning ustiga yozilgan xatni o'zgartirish uchun qaysi xoslikni ishlatma? Caption'ni ishlatma. Caption deganim tang bo'ladi. Hozir ma'ning yo'tkalgandagi qiymati scrollning values de, shundami? Values de. Programni qo'zg'atdim. Bir mikan, hozir mayaga 1 qo'yildi degan gap. 1 o'g'aqdi. Agar mayaga undaq surib ekasam, ma rangninki mayatki qiymatim necha olgan bo'ladi ochaqda? 60 ni olgan bo'ladi, shundami? 60 ni olgan bo'ladi. Agar yana mundaq sursam, 147 o'g'aqda mayatki rang avtomatik holda 147 ga o'zgardi. Chunki mush surgishninki qiymatini oladi ma u. Ya'ni mush nada bo'lgan bo'lsa shu yerga qiymatni. U yerda mashaga yo'tkalgan 147 ga, eng chekka pasam 255 ga, 255 ga olgan qiymatni oladi degan gap. Uni da eshib ketmaydi, shunga surimiz. Agar men bir vaqtda mushagimiz surgishdan 3 ta olsam, ma'ni 3 xil o'zgarsam, ma'ningga scrollninki 2 deganni, ma'ningga 3 deganni bersam. Ondan keyin ma'ningki eng yuqori qiymatni yana necha tangshaymi? 255. Ma'nimi 255 ga tangshay. Ma programmani biroqla mashinamni change'ga, har birisining change'siga yozib qo'yma. Yozdimmi? Change'siga yozib qo'ydim. Men programmani qo'zg'atay. Qo'zg'atgandan keyin men mana bunda surdim, qora da surdim, sal rang suzildi. Rangni 3 xil rang shaklda tangsam bo'ladi. Qayerga pasam rang tangshilyotadi-ku? 3 xil tangshish turlarini bekitishga bo'ladi. Mana tushundingizmi? Bu yerda maqsad sizga mana shu surgishlarni tushuntirish emas, balki bu yerda backcolorni tushuntirish. Ham backcolorni tushuntirishdan boshqa yana rang funksiyasi RGB rang shaklini tushuntirish. Bu RGB rang shaklidan boshqa yana rang shakli bormi? Boshqa xil o'zgartirib bo'lamdi desak, mundaq bir xil o'zgartirish usuli bor. Biz mana ishkini elevatdik. Hozir mashada scroll 1 li qoldi-ku. Men buning eng yuqori qiymatini 16 ta qilib qo'yay. Max qiymatini 16 ta. Endi qo'shchikib mushningki o'zgarish hodisiga forum 1ningki rang oq ko'rinish rangini o'zgartirish uchun qaysi xoslik? Back colors'ni oldim. Back colors deganimizdan QB color mayaga son berimiz. Son oladi maya. Unda bo'lsa biz bu yerga son berib qo'yaylik. Sonni berish uchun mashadagi mavi scrollningki qiymatini men 16 ga tangshab qo'ygan-ku, shuni qo'yay. Scroll 1ningki nimasi? Valuesi. Values deganim mushaga kirgizilsin. Programni qo'zg'atdim. O'zgardi. Birinchi xil rang shakli, ikkinchi xil, uchinchi xil, to'rtinchi xil, beshinchi xil shakli. Men mayaga mushning o'zgarish qiymatini labelga chiqarib beray. Label 1ningki caption'ni deganim tang bo'lsin. Xarakter belgisi mavi. QB color ulash belgisi mavi. Mushning oqsi ulab chiqarib bermaydi degan gap. Scroll 1ningki valuesi yana mushning oqsini ulab bermaydi deydi. Ondan keyin xarakter belgisining ichida tirnoq naqib qo'yay. Demak, men mushadagi o'zgarishni ko'ralayman degan gap mayadi, shundami? QB color bir og'anda ma'xil rangkan, ikki og'anda yeshilkan, uch og'anda sus yeshilkan, 4 og'anda qizil, 5 og'anda mushundaq tartib bo'yicha elib mangadi bu. 15-rang oqmikan, 0-rangga kelib qo'yay. Qaramikan? Demak 0 dan boshlab 15 gacha 16 xil rang oladimi QB color degan xoslik. Men tushundingizmi? Mayatki QB color bilan mayatki back colorni selishtirishning o'rni yo'q bu yerda. Back color degan xoslik, QB color degan funksiya. Biz QB color bilan RGB colorni mandaq yozilgan forum 1ningki back colors deganimiz tang
RGB deb yozilib, maya qimmat berilgan 255, pesh 255, pesh 255 qimmat berilgan ma'ni silishtiramiz. Silishtirishga to'g'ri kelsa, mash ikkisini. Ya'ni mavi kompyuterda ba hozirgi kaychoga 32 xonlik rangni bir taraf qiladigan narsa mavi. Ya'ni demak buning rang ilish doirasi intayin ko'p. Mavi bo'lsa faqat 0 dan boshlab 15 gacha 16 dona rangni bir taraf qila oladi. Ya'ni orqaliq biz eng ko'p ishlatadigan ranglarni mushning orqali bir taraf qilamiz. Muqim belgilab o'tmoqchi bo'lsa. Ma'ningcha biz xohlagan rangni bir taraf qila olamiz. Yani xohlagancha tartiblab mushning ichida, ya'ni 255 ko'paytimiz 255 ko'paytimiz 255 doira ichida bir taraf qilgan har qanday sonni mushu bir taraf qilib beradi.